Voy, maraz, qachon qilib berasan? Mashtan tashlab yuboraman hozir. Bo'ldi aka, bo'lyapti, qilib beraman. Yuring ko'rsataman aka. Menga qarang, usta hazillashmay. Qani bolalar, nima ishlamayapti? Aka, o'zim qilib yuboraman buni. 200 kvadrat hazillashmay. Ha, bir kunda qilib chiqib ketamiz. 200 kvadrat aka. Ustaga endi xab bo'lmaysiz. Samarqandda bitta proyekt boshlaganman. 12 ta viloyatga ham qilib berasizlarmi? Bo'ldi, qilib beramiz aka. O'sha 55 ming ichida bo'ladimi hamma narsa? Hammasi ichida, hammasi. Ha, vodiylargacha. Vodiyda o'zimizning narxda 45 ming so'm. Ha. Mahsulot ichida hamma yo'q. Xab bo'lmaysiz, rozi bo'lasiz. Bo'ldi aka. Videoni ko'rib turgan odamlar bemalol xudo xolisa qish bo'ladimi, bahor bo'ladimi, yoz bo'ladimi, yomg'irli havo bo'ladimi, vobshe bularga qizig'i yo'q. Bir kunda 200-300 kvadratda taqrat tashlar ekan o'rtoqlar. Qo'rqmasdan, cho'chimasdan qurarsizlar. 12 ta viloyatdan telefon qilib kelishilgan narxlarda xudo xolisa 55 ming so'mdan qilib beraman deyaptilar. Atak uja okamlar kamida shang'illatib bo'ldilar. Sog' bo'lasizlar.